Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Suyuti'nin Halifeler Tarihi namlı kitabıdaki dersimizin devamında bugün yani şundaqla Ebu Bekir Sıddıq'nınki Resulullah'dan rivayet kılıp ümmet kaldırıp ketken hadisler hakkında 65. hadis geldik. Bu hadiste Ebu Bekir Sıddıq rivayet kılıp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şundaqlaydı. Qurayşlar bu işnin ilgisi, yani şu hakimiyetinin ilgisi demek istedi. Onların yaxşılarga ergişidir, yamanlarga ergişidir degan hadisini degan Peygamberimiz. Bunu Ebu Bekir Sıddıq rivayet kılgan. İmam Ahmed özün hadis kitabında hatır kaldırıp magan. Şundaqla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sekratda, yani ölüp ketişten aldıda ensarlarga yaxşı muamele kılışqı buyurgan. Ve mundaq dedi, ularning ularning yaxshilardan yaxshilikni qabul qilinglar. Ularning xatolashib qolgan bo'lsa, uni kechiringlar deb tavsiya qilgan. Bu hadisni Imom Bazzar Tabrani hadis kitoblarida bayon qilgan. Va shundaqla Abu Bakr Siddiq tuvandagi hadisni rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men umman deydigan bir yerni, bir jutni bilaman. U yerda suv bir tarafida dengiz bor, suv to'kilib turdi. U yerda arablarning ma'lum bir qabilasi yoki bir mahallasi va juti bor. Agar meningki bir elcham u yerga berib qolsa, ularga tosh to'qmoq yoki o'q otmaydi, ya'ni kutib oladi deb sifatlagan. Balkim bu hozirgi shu Ummon davlati bo'lsa kerak. Imom Ahmad va Abu Ya'la bu hadisni o'zining kitoblarida xotir qoldirib olgan. Yana bir hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisda Abu Bakr Siddiq Hasanning qishida o'tibdi. Hasan payg'ambarimizning nevrisi. O kichik bolalar o'ynayotgan ekanda, uni do'lisiga ilib, bo'yniga ilib ko'tarib mundaq debdi. Sen payg'ambarimizga o'xshaysan, men dadam bilan shundaq deymanki, endi ta'kidlash uchun dedi. Payg'ambarimizga o'xshaysan, eliga hargiz o'xshamaysan degan ekan. Buni Imom Buxoriy rivoyat qilgan. Ibn Kasir bu so'zga to'liqlim qilib, mana bu Ebu Bekir Sıddıq'ның sözü merfu'nun hükmünde. Merfu degan hadis ilmideki bir atalgı ilmi. Yani Resulullah kavminde ulanma karakterlik. Yani söz demekçi. Çünkü Peygamberimizin bu tüvenlik sözünü bu kuvvetleydi, güçlendirdi. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Hasan'a okşaydı emniyette. Dep şunaqdaydı. Bunu hadisimi Abu Bakr Siddiq rivayet qilgan bo'lib, buningda Payg'ambar alayhisolatu vasallam Ummu Aymanni ziyorat qiladi dedi. Ummu Ayman payg'ambarimizni kichkidan beqib cho'ng qilgan Zayd ibn Sabitning ayoli, Usama ibn Zaydning onasi bo'ldi. Buni Imom Muslim xotir qoldirib mana bu hadisni. Shundaqla Payg'ambar alayhisolatu vasallamningki o'g'irni 5-qatim o'g'irlik qilgan o'ltirmasligiga hadisi Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, buni Abu Ya'la va Daylami o'zining hadis kitoblarida qoldirib mangan. Hamda Uhud haqidagi qissalarga munosabatli hadislarni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, buni Imom Tayalisi va Tabrani hadis kitoblarida bayon qilib o'tgan. Yana tuvandagi hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, buningda orda men Rasululloh bilan birga edim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özüden bir narsini şunaq iştirib atıb yanga, men hech narsa ko'rmadim. Dedim men ya Rasulullah, nima qilyaptilar, nima ishtirib atlar desem, dunyo mening qishimga shunday qo'li uzatib kelibdi, menga yiroqdi dedim dedi. Shundan u dunyo menga dediki, ammo sen meni topolmaysan, yani menga erishmaysan deb shunaq dedi. Bunu men sening qishingga keldim lekin sen meni topolmaysan, yani dunyoni yaxshi ko'rmaysan demakda Rasulullohni. Bunu Imom Bazzar o'zining hadis kitobida xotir qoldirib mangan. Endi bu yuqoridagi 72 hadisni bayon qilib o'tdik hozir. Mush hadislarning hammasini Ibn Kasir rahmatullohi alayh Abu Bakr Siddiqningki rivoyatlari nomli babida mushni yig'ib kelibdi. Yani ulan hadislardan. Lekin Ibn Kasir yana nurg'un hadislarni yozolmagan. Yani bilinmagan yoki uchramaganda. Men hamda İmam-ı Nevevi bayan qilgan sallarni to'liqlash uchun, chunki 142 hadisda rivoyat qilingan hadis. To'liqlash uchun men qadam-qadamda buni izlanib, men yezib chiqdim deb, ma'lum Ibn Kasir necha kundan biz Ibn Kasirningki Abu Bakr Siddiqning rivoyat qilgan hadislarini to'nib chiqqan bo'lsak, hamda Ibn Suyuti boshqa kitoblardan foydalanib bu hadisning o'yg'ini bu yerda to'liqlab o'tdi.
73. hadis. Bu hadisni Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bo'lib, buningda mundaq degan. Hamda mushu jamoatdan ayrilgan yolg'iz to'polonchini qanday bo'lishidan qat'iy kim bo'lishidan qat'iy o'tiranglar degan. Buni Imom Tabrani Avsat nomli kitoblarida xotir qoldirib mangan. Uningdan boshqa payg'ambar alayhisolatu vasallam sizlar beqinglar, qarab beqinglar. Sizlar kimning uylarini ta'mir qilyapsizlar? Qaysi zaminda turib, kimning zaminda turibsizlar? Qaysi yo'lda mengyapsizlar, kimning yo'lda mengyapsizlar? deb o'zingizga savol qo'yib qo'yinglar. Deb mush hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, buni Imom Daylami o'zining kitobida bayon qilib o'tgan. Uningdan boshqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam menga ko'p dur to'qinglar, Allohumma salli ala degandek. Chunki Alloh taolo mening qabrimga bir farishtani muakkal qilgan bo'lib, qandaq bir odam mening ummatimdan menga bir durud salom yo'llasa, osh farishta menga kelib, falonning bolasi falonaxon sana manda vaqtda durud o'qidi deb yetkazdi degan. Bu hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, buni Imom Daylami o'zining hadis kitobida bayon qilib o'tgan. Uningdan boshqa payg'ambarimiz bir jumadan yana bir jumagachilik bo'lgan orliqdagi gunohlarga juma namozi kafarat bo'ladi degan. Juma kuni yuyinishmi yani kafarat degan. Bu hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, buni Uqayli degan olim Zuafa yani Aciza nomli kitobida bayon qilib o'tgan ekan. Yani bir hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mening davzaxning qiziqligi mening ummatimga mana munchining qiziqlikdek bo'ladi, ya munchiga o'xshash bo'ladi deb bunda degan. Bu hadisni Imom Tabrani o'zining hadis kitobida bayon qilib o'tgan. Biz faqat bu yerda Abu Bakr Siddiqdan rivoyat qilingan faqat hadislarni yig'dik. Deydik-da, Suyutininki kitobidan hamda naq o'qig'achqa. Ammo bu hadisniki ba'zidir sahih, ba'zidir zaif degandek. Buni agar hadisga amal qilish bosqichida izlanib shuning qarta amal qilsak bo'ladi. Bundan boshqa payg'ambar alayhisolatu vasallam yolg'onchilikdan saqlaninglar, yolg'onchilik degan iymonni yo'qtidi yoki iymonni yaroqlashtirdi degan. Buni Ibn Lal degan odam Makarimul Axloq nomli kitobida, Go'zal axloqlar nomli kitobida bayon qilib o'tgan. Yana payg'ambar alayhisolatu vasallam Badr g'azotida qatnashgan sahobalarga jannat bilan bishorat va degan hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, buni Imom Darqutni Afrod Yig'anilar nomli kitobida xotir qoldirgan. Yana payg'ambar alayhisolatu vasallam qarz bayroqidir. Bu bayroqni kim ko'tarish taqat qila oladi degan. Bu hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, Imom Daylami xotir qoldirgan. Uningdan boshqa payg'ambar alayhisolatu vasallam sura Yasin muamma deb ataladi degan. Bu muamma degan hamda butun yaxshiliklarni shu insonga jalb qiladi yoki yaxshilik aytildi degan mazmundagi gap hamda. Bu hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, Imom Daylami, Bayhaqi qatorliq olimlar o'zining kitoblarida bo'lib, Bayhaqi Shu'abul Iymon, ya'ni Shu'ab nomli kitobida buni xotir qildirgan. Yani bir hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam kamtar, adil, sultan, padişar Allah'ның zemindeki sayisi ve neysidir. Her günü bundaq padişaga bir küç gündüzde 60 Siddiq degan hamda shu shahidlarga o'xshab bir maqomdagi oliy darajalik odamlar, Allohning rahmat shafqatiga muyassar bo'lgan. Yani 60 Siddiqniki ameli ko'tarildi odamga ajr bo'ladi demoqchi. Buni Abu Shayx Ibn Hayyan Kitob-u Savab nomli kitobida bayon qilgan ekan. Yani bir hadisda Musa alayhisolatu vasallam Parvardigoriga mundaq debdi: "Ey ulug' Parvardigora, musibat ahliga ta'ziya bildirgan yoki uning ta'ziya bergan odamning mukofoti nima?" degan ekan. Alloh subhanahu va taolo uni mening soyamda soyiditma degan ekan. Buni Ibn Shohin Targ'ib nomli kitobida va Daylami rivoyat qilgan ekan. Yani bir hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam: "Ey Alloh, islomni Umar ibn Xattob bilan kuchaytgan" degan hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan. Buni Imom Tabrani Avsat nomli kitobida xotir qoldirib o'tgan. Yana Abu Bakr Siddiq Rasulullohning tuvandagi hadisini rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisda payg'ambar alayhisolatu vasallam har qanday ovlansa yoki dal daraxt o't cho'plar kesilsa,
shularning tasbihini oz e'tiqodlik sababidan mushta kesib ketadi degan. Ya'ni jalloqlarmi, mush o cho'plarmi aslidagi holatida tasbih etadi deb qaragan ulamalar. Ha bu İbn Rahavi o'zining Musnad nomli kitobida chiqargan. İbn Rahavi İmam Buxoriyning ustozi, Isaq ibn Rahavi. Bu hadislar balkim sahih hadislar bo'lishi mumkin. Chunki İmam Buxoriyning ustozi emas. Lekin İbn Hajar bu hadisni mursal yoki zaifroq debdi, Allohu alam. Undan boshqa agar men payg'ambar bo'lib avatilmagan bo'lsam, Umar payg'ambar bo'lib avatiladi degan hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilganimda. Bu İmam Daylami degan olim o'zining kitobida bu hadisni xotir qoldirgan. Yana bir hadisda agar jannat ahli tijorat qilsa, ular raqchilik qiladi degan hadisni rivoyat qilgan ekan. Bu hadisningki sahih zaifki bizga oyon emas. Lekin İmam Abu Ya'la buni o'zining Musnad nomli kitobida xotir qoldirgan. Yana bir hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir odam musulmonlarniki bir imomi, ya'ni ittifoq umumiy birlashgan holatda qabul qilgan bir imomi boshqi sultoni ba vaqtida o'ziga yoki boshqalarga bay'at qilishga chaqirsa, uning qarshi chiqsa, bu odamga Allohning la'nati, farishtalarning la'nati, butun xaloyiqlarning la'nati yog'di. Bunda odamni o'ltiringlar degan ekan. Buni Imom Daylami rahmatullohi alayh o'zining hadis kitobida bayon qilgan. Yani bir hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim menda bir ilmni yoki bir hadisni yozgan bo'lsa, ash ilm ash hadis yo'qolib ketganga qadar bu odamga ajr bo'ladi degan. Buni Imom Hakim Tarix nomli kitobida xotir qoldirgan, Abu Bakr Siddiq buni rivoyat qilgan ekan. Yani bir hadisda Payg'ambar alayhisolatu vasallam kim Allohning toatida yaxshi ish uchun masalan yalonyoq mangdi ekan, Allah Taala qiyomat kuni u odamga farz qilingan farzni so'ramaydi debdi. Bu hadisning zaifligi ma'nosidan chiqib turdi. Buni Imom Tabrani o'zining Avsat nomli kitobida chiqargan ekan. Yani bir hadisda Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, kim o Allah meni bir cehennemning qiziqidan qutqizib o'zining soyasida qiysoldi deb mushunda mamnun bo'lmoqchi bo'lsa, bu adam mu'minlarga qo'pol, ularga ochiq yomon mundaq bo'lmasin, ularga nayt mehribon, rahmdil bo'lsin degan ekan. Buni Ibn Lal Makarimul Axloq nomli kitobida, Abu Shayx Ibn Hayyan Savob nomli kitobida bayon qilib xotir qoldirib ma'lum ekan. Yani bir hadisda Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kim tong atqizib Allohga bir yaxshi ish qilishni niyat qildi ekan, Allah şu adamga şu kuni bir ajr yozadi agar osi bo'lsinmi debdi. Buni Imom Daylami rahmatullohi alayhi o'zining Musnad nomli kitobida bayon qilib o'tgan. Yana bir hadisda Abu Bakr Siddiq buni rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisda Payg'ambar vasallam bir qavm yoki bir millat jihadni urush qilishni tashlab qo'ydi ekan, Allah ularga umumiylik azab yog'dirdi degan. Balay afat. Bu balay afat har xil bo'lishi mumkin, mayli samoviy, mayli insoniy tarafdan degandek. Buni Imom Tabrani rahmatullohi alayhi o'zining Avsat nomli kitobida bayon qilib o'tgan. Yana bir hadisda buni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, jannatga tuhmat qo, bundaq boshqalar tuhmat to'qiydigan odam gap nindaymiz iftira tuhmat qilgan odam kirmaydi degan. Bu Imom Daylami rivoyat qilgan deydi. Uni san'atlashtirmagan ekan. Undan boshqa Abu Bakr Siddiqning bir hadisi bor. Buni payg'ambarimiz rivoyat qilgan bo'lib, musulmonlardan hech bir kishini tuvan ko'rmagan, haqorat qilmagan. Musulmonlarning balkim eng kichik, xor, ojiz, zaiflari Allohning huzurida o'ta katta buyukdir degan. Buni Imom Daylami rahmatullohi alayh o'zining hadis kitobida bayon qilib o'tgan. Yana bir hadisda buni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, payg'ambarimiz aytdiki, Alloh taolo deydi, agar sizlar mening rahmatimni izlasanglar, ey bandalarim, mening xaloyiqimga, mening bandalarimga rahmat qilinglar debdi. Buni Abu Shayx Ibn Hayyan va Daylami rivoyat qilgan. Undan boshqa Abu Bakr Siddiq yana deydi, Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan men shu izar, ya'ni ishton haqida savol so'rdim.
Peygamberimiz muşu paçakniki bolcunguşunu tutup müşakçı bolsa boldu dedi de paçakla yeremişçi. Dedim ben ya Resulallah azrak aşırı peskrek kiyay dedim. Degendi ki Peygamberimiz muşu bolcunguşniki muşu baş terpilemiş peyninki muşu oşukninki tüyde müşen tuttu. Dedim ben azrak desem dedi ki bunun da tövbe bulap kalsa yaxşılık yok dedi. Dedim ben ya Resulallah ondaqda biz yelak kop ketimiz desem Ebu Bekir sen toğru niyet kıl. Toğru kılışka niyet kıl. Yıkınlaştı. Muşta kılıma degen yaxşı niyetli bol. İnşallah sen bunu da uftuk kazınsa yaki galip kılırsa degen. Bunu Ebu Nuaym Hilya namlıq kitabı da bayan kıygan. Bu Ebu Nuaym'ninki Hilyetul Evliya. Evliyalar Zineti namlıq kitabı. Nayet güzel yaxşı kitap. Yani bir hadiste Peygamberimiz mening ve Ali'nin olqini adaletli o'xshash deb shunday degan ekan. Buni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, Imom Daylami Ibn Sakir o'zining hadis kitoblarida qoldirib qolgan. Yani bir hadiste Peygamber Aleyhissalatu vesselam shunday deydi: "Shaytondan panoh tilash majlisida g'aflatda bo'lmanglar. Agar sizlar uni ko'msanglarmi sizlar, lekin u sizlardan har minut sizlardan g'afil emas. Shayton g'aflat emas, sizlarmi unda panoh tilash majlisida g'aflatda bo'lmanglar" degan. Buni Imom Daylami o'zining hadis kitobida chiqargan, lekin san'atlashtirmagan deydi. San'atlashtirmagan degani oraliqdagi raviylarni bayon qilmagan degan bo'lsa kerak. Yani bir hadiste Peygamberimiz kim Allah için bir mescid salsa, Allah o adam için cennette uy saladi deydi. Bu hadisim Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, Imom Tabrani o'zining Avsat nomli kitobida bayon qilib o'tgan. Yani bir hadiste Peygamberimiz kim muşu necis daraxtdan yesa, yani bu samsaq, piyozni ham yesa demakchi, bizning masjidimizga yaqinlashmasin degan. Puraydi da hamda. Bu hadisim Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, Imom Tabrani Avsat nomli kitobida bayon qilgan. Ondan başqa Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ninki muş namazını başlagan vaqtidagi ikki qo'lni ko'tarish, rukudan beshni ko'targan vaqt ikki qo'lni ko'tarish, yani bizniki mashhur ixtilof sabab bo'lgan raf'ul yadayn masalasi. Bu hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan bo'lib, Imom Bayhaqi o'zining Sunan nomli kitobida buni chiqargan. Ondan başqa Peygamber Aleyhissalatu vesselam Ebu Cehil'ge bir tug'si o'qigan degan hadisni Abu Bakr Siddiq rivoyat qilgan. Buni Ismoili degan olim o'zining Mu'jam nomli, ya'ni Mu'jam Shuyukh nomli kitobida zikr qilgan. Bir hadisda Peygamberimiz Aliga qarmoq ibodatdir degan. Buni Ibn Sakir xotir qoldiribdi. Abu Bakr Siddiq bu so'zni chiqargan. Lekin bu balkim yolg'ondir. Bu bir odamga qarashingiz ibodat bo'lmasligi mumkin. Demek bunun olan hamda 142 tane hadis rivoyat qilgan Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Lekin biz ma kitobda Jaloliddin Suyuti 104 hadisni bayon qilibdi. Shuning bilan Abu Bakr Siddiqninki rivoyat qilgan, ummatga miras qilib qoldirgan hadislari shuning bilan tugdi Suyutining kitobidagi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.